Assalamu alaikum, hörmətli Uyghur TV görünənləri. Bugün 2019 yıl 4 may Safaköy Kültür Merkezi'de Şərq Türkistanla İttifaqı Cemiyeti'nin açılış mürasimi ötküzüldü. Bu sebeple bu teşkilatın başçılığı bolğan Ali Ekber Damulaçkımız bilen söhbət edip bolmakçı. Assalamu alaikum. Damulaçka, qanday ahvalыңыз? Allah'a şükür. Bugünkü bu yig'ilishdan söz qilib bergan bo'lsangiz, ko'ngil so'zlaringizni. Bu bay bilginingdek, ko'rganingdek, biz şu bir ishki ishida Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi nomida bir jamiyat, bir organ ta'sis qilgan edik. Tabiiyki buningdagi sababni biz bayamadik. Yana xalqimizga bir eslatib o'taman. Sharqiy Turkiston davosiningki kushishi uchun bir kishilik hissimizni qo'shish maqsadida Sharqiy Turkiston davosini bir yuqori pallaga chiqish, yuqori saviyada manash uchun bir hissa qo'shash, yukning bir yerlarini ko'tarish degandek maqsadlar bilan biz bu tashkilotni qilgan. O rasmiyat va boshqa ishlari bitkili xil uzun bo'lgan bo'lsa-mu, ammo yig'in ichish o'rin jihatdagi ba'zi sabablar bilan biroz kechikdi. Shunda bo'lsa-mu, Allohning iltifoti bilan bugun bunga muvaffaq bo'lib, bugun bu yig'inimizni ochib oldik. Bu shu tashkilotningki qurilishi va nima uchun qurildi? Qurilishdagi maqsadlari nima degan nuqtani chiqish qilgan bir yig'in oldu. Biz bu haqda qarindoshlarimizga biroz ma'lumot berdik. Buni telefonda va boshqa ushur vositalarida qarindoshlarimiz olgan bo'ldi. Buni suratga oldi. Kip bo'lmagan qarindoshlarimiz shuningdan ushur vositalar orqali xabardor bo'lib olsa bo'ladi inshaalloh. Rahmat, ko'p rahmat. Undaqda xalqimizga ko'ngil so'zingiz bormi? Xalqimizga deydigan ixchamlasak, ma davoda rostchil bo'laylik, samimiy bo'laylik. Rostchil bo'laylik, samimiy bo'laylik degan nima degan gap? Eg'izimizdan chiqqanga ega bo'laylik. Bu biri. Eg'izimizdan chiqqanni amaliyotimiz isbotlasin. Bu davlatni elish, davlatni mustaqil qilish degan o telefonga xat yozish bilan, telefonda tillash bilan olmaydi. Hatta Xitoyni yangratqularda tillash bilan olmaydi. 1000 yil tillasaqmi olmaydi. 1000 yil tillasaqmi olmaydi. Shuning uchun agar Sharqiy Turkiston davosida rostchil bo'lsak, Sharqiy Turkistonni mustaqil qildik degan gapimiz rostchillar bo'lsak, biz ma davoda aktiv bir şeyli davanınki taqozosi bo'yicha, talabi bo'yicha nima ish qilish to'g'ri kelsa, o'sha ishning ustida hammamiz birga bo'laylik. Tangmangayli bu yo'lda. Alloh xolasa inshaalloh baymadik. Bu samimiyatlik va samimiyetsizlikdan iborat bu narsa bizning ishimizda qiziq bir nuqta bo'layotdi. Hammadan qiziq qanasi bo'layotdi. Kimning samimiy bo'lgan, kimning samimiyatsiz bo'lganini tarix belgilaydi. Ammo qarindoshlarımızdan üzümden başlap davoyimizga, imanımızga, qilayotgan gap so'zlarimizga igi chiqayli, samimiy bo'layli degandan tavsiya qilaman. Rahmat, ko'p rahmat aka. Alloh razı olsun. Mangan yo'linglarda muvaffaqiyat bo'lishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Rahmat. Allah razı olsun.